Lopnur öz qo'ynida yashab kelgan emgakjon aql farosatlik Lopnur xalqi yaratgan shonliq tarixiy va o'zgacha madaniyat san'ati bilan mamlakatimizda emas, balki dunyo madaniyati tarixida alohida xarakterlanadi. Lopnur xalqi uzoq asrlik tarixiy taraqqiyot jarayonida Onu daryo Tarimning shundaqla dunyoga mashhur Lopnur ko'lining go'zal diyorida yashab kelgan. Ular Tarim daryosining to'xtovsiz eqin o'zgarishi natijasida o't suv qo'g'lishib, dehqonchilik, chorvachilik va belashliqdan iborat ko'p qatlamliq turmush muhitida yashab, hech qanday sirtqi madaniyat hodisalarining ta'siriga uchramagan saf o'zgacha kiroralliqlar madaniyatini yaratgan. Lopnur xalq naqshlari ana shu o'lmas madaniyat meroslari ishidiki, o'zgacha puroqqa ega bir dasti gul. Lopnur xalq naqshlarining asosi Lopnur xalq qo'shiq beytlaridan kelgan bo'lib, ahang, udar, ritim jihatdan boshqa yurt xalq naqshlaridan alohida farqlanadi. Naqshlarning tekstlari 4 misradan toki 10 necha misragacha. Bo'g'im jihatdan 5 bo'g'im, 7 bo'g'im, hatto 11, 12, 13 bo'g'imliqlar bor. 6 misra 7 bo'g'imliq ve 4 misra ko'p bo'g'imliq naqsh qo'shiqlar bir qadar umumlashgan bo'lib, asosiy o'rinni egallaydi. Bu Uyg'ur xalq naqsh qo'shiqlarini tadqiq qilishda muhim ahamiyatga ega. Shunga Lopnur nahiylik partkom xalq hukumati Lopnur madaniyatiga oid qimmatli meroslarni qazib, ratlab nashr qilib, keyingi avlodlarga aynan yetkazish bo'libmi Lopnur madaniyatini tashrif tadqiq qilayotgan tarixchi olimlarni jonli material bilan ta'minlash yuzasidan 2002 yil 9-oydan hozirga qadar Lopnur xalq naqshlarining 2 qism VCD plastinkasini ishlab o'z o'rinlarga sundi.